Ham tomchilar sug'orish qilib, lentasini qanday yig'ishni bilmayapsizmi? Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Biz sarimsoq ekkan maydonimizni yer haydash uchun tozalayapmiz. Lentalarni yig'yapmiz. Lenta yig'ish uchun biz mana shunday uskuna yasaganmiz. Hozir yig'ib bo'lgandan keyin yana video qilaman. Bu videoni kichkina maydonga tomchilar sug'orish qilgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying va saqlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Shunday uskunani yasab qo'ysangiz juda oson. Qadrdonlar, mana yig'ib bo'lindi. Juda oson, ixcham va tez yig'iladi. Bu videoni saqlab qo'ying albatta. Mana uskunamiz. Buni hech kim oson chiqadi. Buni qayirsak o'zi chiqadi. Chiqishi yig'ilgan holati. Xo'p, uskunamiz mana shu holatda ochiladi va yopilib yig'iladi. Ko'rishingiz mumkin. Juda oson yasasa bo'ladigan narsa. Bizni kuzatib boring, qo'llab-quvvatlashni unutmang. Hammangizga rahmat.